27-statiyaning ikkinchi qismi bo'yicha выдворение yoki deport qo'yiladi. Videoni oxirigacha ko'ring va to'liq ma'lumotga ega bo'ling. Podpunkt 2 часть 1 statiya 27-114 federal qonunga ko'ra, shaxs Rossiyada tegishli hujjatlarni rasmiylashtirmasa, Rossiyadan deportatsiya qilinadi. Asosan 1808 va 1810 moddalari bilan qilinadi. 2024-yilgacha faqat sud orqali qilingan bo'lsa, hozirda MVD ham выдворение qilish huquqiga ega. Yetish uchun asos Rossiya fuqaroligi bor oila a'zolar borligi hamda prezident farmoniga ko'ra shtrafga almashtirishni keltirish mumkin. Yetish imkoni esa 50-50. Muddatini ko'pchilik 5 yil deb o'ylaydi, lekin aslida bazaga tushgan kundan boshlab 5 yil hisoblanadi. Qaror qabul qilingan kundan boshlab emas. Ba'zilarniki esa umuman bazaga tushmay qolishi ham mumkin. Agarda sizga taqiq turi va uni muddati yetish imkoni bormi, yo'qmi bilish kerak bo'lsa, bizga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Keyingi videoda esa 27-statiyaning 3-qismi bo'yicha qo'yiladigan taqiqni tahlil qilamiz. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.